Xuddi dieta haqida gapiradi ko'pchilik. Payg'ambari hayotini ko'rsangiz, ko'p payt och yurganlar. Ochlik siz boshida aytdingiz, men hayron bo'ldim. Qattan Misha buni biladi. Ochlik insonda oshqozon bo'sh bo'ladi. Yegan narsangiz hammasi vitaminga yuradi, bo'sh bo'lganligi uchun. Va qorningiz och bo'lganga miya yaxshi ishlaydi. Miyaga qon yaxshi yetib boradi. Qorin to'q bo'lsa, har doim to'q bo'lsa, butun qon oshqozon atrofida aylanib, miyaga yaxshi qon yetib bormaydi. Esnaysiz, zardob paydo bo'ladi, safro paydo bo'ladi, insonda gormonal buzilishlar va qon quyilishi va boshqa narsalar bo'ladi, inson yaxshi fikrlamay qoladi. Payg'ambar alayhisalom shuni aytganlar. Islom odobida kishi och qolmasdan ovqat yemasligi kerak. Ovqat yesa to'yguncha yemaslik kerak. Bir muddat qolish kerak. Ba'zi odamlar o'tirib 1 kilo oshni 4 kishi yeb qo'yapti. Qarasangiz, insulini oshib ketgan, qorin sog'organ. Bu odamlarda jasadida ko'rinmayapti. Ularda noto'g'ri ta'sir qilyapti. Hammasi oshqozondan boshlanadi. Immunitetdan tortib, praktikdan tugatib. Qarang, bitta ovqatlanishda payg'ambarga ergashgan baxtli hayot kechiradi. Angliylar nima uchun yashayapsizlar? Ovqat yeyish uchunmi yo yeyotgan ovqat bilan yashash uchunmi? Ovqat quli bo'lmaydi, nafs yutinglar.